Videomiz 3-chi qism bo'ladi. Har holda bu videoni ancha ishlasalar kerak. Немножко. Давай. Go. Let's go Minecraft. Ama internet o'chirib olaman, sen bilding. Har doim o'ynashini reklamalarni to'yib ketganman, to'g'risi. Shuning uchun reklamalardan to'yib ketganim uchun albatta comeback. Hamma ham reklamalardan to'yadi-yu. To'g'rimi? Generalniy bir narsani qilish hamma ham to'yib qolgan. Allah do'stlarim, suvda paydo bo'ldi. O'tgan safar esimda hali ham. Suv oxirgi marta suvda nima bo'lgandik? Onangning mikrofon. Yanzi siderlarda u. Plus birinchi bo'lsam sakrab. Hemen birinchi qo'lamiz. Umuman o'ynamagandim, anchadan beri. To'g'risi. Kecham video to'ldi. Undan beri hali o'ynaganim yo'q. Hoppa. Ovqatam yo'q deyapti bizda. Biz qorinlari yeyolmayman. O'shaning biz qorinlari. Qo'lli yo'ylar to'shamanganaman. Qish o'rtasida do'stlar. Ko'mir topdim. Bizga qiziq emas ko'mir to'g'risi. Mana salat qilib o'tibdi. Qiling shunday narsalar do'stlar. Mana qo'ysak. Pauza. Bugungi video 5 minutlik bo'ladi do'stlar. To'g'risi. Besh minutlik bo'lishini biladi hamma. Men hozir aytdim. 5 minut vaqtimiz qisqa, lekin aynan burayapman. Bu video просто premyera. Keyin oxirgi video 11 yoki 12 minutlik bo'ladi. Buni oxirgi qism. Shuning uchun premyera deb nomlayman videoni. Bizlar muzikda yuribmiz. Shunday narsalar. Shunday. 5 minutlik bo'lishi bilan videoni o'chiraman. Minut qoldi. 2 minut qoldi. Nimaga o'ynayapsan sizlar? Chichadan olyapman. Hozircha men shu joydaman. Shuning uchun haqiqiy videoni yoqmadim. Kechasi bo'ldi. Qilamiz. Bundan olamiz yana ketamiz. Bundan bo'lmasa aylamayman. O buzilgan narsalar tufayli. What the fuck? Navaga tushuntiraymi? Ona nima? Zirvali shuni haromi.
पहिले दुसरे नजर तो फोल्डर्स Beş minute böldüysem kardeşim verdi yol işte.